Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatib boruvchilari. E'tiboringizga zamonaviy 2 qavatli ixcham uy proyektini taqdim etaman. Demak, bu birinchi qavatimizning uy proyekti, bu ikkinchi qavatimizning uy proyekti hisoblanadi. Demak, birinchi qavatimizga mana 4 qatorlik zinapoyadan ko'tarilganimizda ikki chekada ikkita ustun bilan ko'tarilgan, tepasi ikkinchi qavati balkon bilan balkon holida hisoblangan. Demak, fundamentimizning balandligi 80 ligini hisobga olgan holda, demak 4 qatorli zinapoyadan uyga kirar ekanmiz. Uyimizga kirishimizda 1,5 ga 2 metr bo'lgan prixoshkani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bemalol kiyinish uchun, oyoq kiyimlarni qo'yish uchun bemalol joy qilsak bo'ladi. Demak, bu uyimizning issiq sovuqdan saqlash uchun ham himoya vositasi hisoblanadi. Kirganimizda chap tomonda 6 metrga 3,5-4 metrlik holni ko'rishimiz mumkin. Mana shu holni bu chegasida esa ikkinchi qavatimiz uchun zinapoya ham joylashtirilgan. Demak, kirganimizda chap tomonda oshxona 4 metrga 4,10 metrlik oshxonamiz joylashgan. Demak, to'g'rayimizda mehmonxona 6,4 ga 4 metrlik katta mehmonxonamiz joylashgan. Uning oynasi ko'cha tomonga qaragan. Demak, bu yerdan chap tomonga qaraganimizda 2,10 ga 1,70 lik sanuzelimiz joylashgan. Va to'g'rayimizda kattalar yotoqxonasi 4 metrga 4 metrlik yotoqxona joylashgan. Demak, ikkinchi qavatga zinapoyadan ko'tarilganimizda, mana bu ikkinchi qavatimiz bo'ladigan bo'lsa, demak, u ham xuddi shu turishda birinchi qavatimizni ustiga bir xil qilib loyihalangan. Demak, birinchi qavatimiz ustida xuddi shu o'lchamdagi mehmonxonamiz joylashgan. Kattalar yotoqxonasi, sanuzelimiz joylashgan. Oshxonamiz ustida ham xuddi shu kattalikdagi yotoqxona bu bolalar yotoqxonasi va chap tomonimizda hovlimizning ustida 3,55 ga 4 metrlik bolalar yotoqxonasi joylashgan. Demak, to'g'rayimizda ko'chaga hovli tomonga qaragan balkonimiz joylashgan. Demak, shu qisqacha qilib aytganda mana shu uy proyektini sizlarga tanishtirib o'tmoqchi edim. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'linglar.